94 2000-yillar rahmat sizlarga unib o'sganlaringiz uchun. 2010-yil go'salachamiz ham narsalarni yig'ishtirib uydan ketaman deyotgan ekan vaqiramsiz yani. Ham sen nima bo'ldi urdizmi buni desam, yo'q umrimga urmaganman. Hamma narsasi bu, hamma sharoit bu. Tushunmayapmiz baribir. Jiyan nima bo'ldi o'zi dedim. Meni bular tushunmaydi. Meni qadrlamaydi. Qadr? Mani lichniy prostranstvalarim. Lichniy prostransstva? Hamsa juda noto'g'ri qilibsiz dedim. Qadrlamaymi dedi. Yo'q, urmay noto'g'ri qilibsiz buni. Urish kerak mana. Uni ham quvlab uraydilar. Bu xonadan bu xonaga, bu xonadan bu. UFC'ni bayitlar ham bir-birini buni urmaydi. Bu tarelkalar bilan uraydilar. Biron nima sindirib qo'ysam katastrofa edi. O'zlari urganlar mayli, ishdan kelgandan keyin dadamga aytib, dadam ham uraydilar kamiga. Bular qadr qimmat deydi menga. Asabni tinchlantiradigan narsalar bu. Qisasizni aylantirasiz. Endi o'sha payt bizda bo'lganmiz-da, dadam bilan urush qilsalar ham kelib bizani uraydilar. Ovqatda olsa ham bizani uraydilar. Hamsoyaga ketmon bersam ham kelib uraydilar. Yermadi yo'g'dim-ku hamsoyaga ketman deb. Yiqilib qo'limiz singan paytiga ham mardlikka olib, yaxshi hammasi deb turgancha o'ziga ham kelib, "Ha, kuchuk bachcha, aytdim-ku senga, o'ynama dedim, sen o'ynama dedim" deb ham urganlar-da. Birontamiz o'lganimiz yo'q. Yo ota-onamiz yomon ko'rib bir dushman bo'lib qolganimiz yo'q. Juda yaxshi ko'ramiz. Nima qilsak shular bilan maslahatlashib qilamiz. Jonimga sizlarni yaxshi ko'raman. Qadr qimmat deganimiz yo'q. Lichniy prostranstvalarim dash aytolmaymiz mana bunaqa gaplarni. Bular menga qadr qimmat. Qadringni ko'rsatib men borib chiqib kelay ustiga, harom.